Validationlar misol uchun bir ikkita saytga kiritganimizda 18 yoshdan kichkina belgilaydigan bo'lsa kirgizmaydi-ku. O'sha narsalar validationda yoziladi. Ya'ni emailda kichikcha belgisi bo'lsin. Ana shu narsalar validation. Mana biz serializersda yozamiz. Source mapping install Django o'rnatilamiz. Keyin Django REST frameworkni Django REST framework admin start project config keyin app'imiz nomi app bo'lsin. Keyin configda ulab olaman har doimgidek. Birinchi REST framework yozish kerak. O'tgan safarda yozmaganmiz. Xato bo'lib qoldi. Keyin app'ni o'zimiz app'imiz, keyin bu yoqqa buni olib kirish kerak. Django REST framework bu permission uchun har doimgidek endi bu URLda yozib olamiz. Update berib yuboraydi. Include tez bilan app'imizni bog'lab olamiz. App ichida nuqta yozamiz. Hop. Modelda application bo'yicha yozamiz. Validation uchun ko'proq narsa bo'ladi. Application nima desanglar, misol uchun ishga topshirayotganda jarayon bo'ladi-ku. Bizdan ismimizni so'raydi, yoshimizni so'raydi, emailimizni so'raydi, tajriba yilimizni so'raydi, qayerda ishlagan, ana shu narsalar bo'yicha ko'proq bizga fieldlar bo'ladi. O'shaning uchun application bo'yicha yozamiz. Hop, class application model o'chirib qo'yadi. Hop, applicationda bizani full name'imizni so'raydi. To'liq ismimizni. Bizda bu char fieldga teng. Hop, max length 50 bo'lsin. Keyin yoshimizni so'raydi. Yosh bizda age, inglizcha yozib turaman. Integer field, ya'ni 0 dan katta bo'lganligi uchun, musbat son bo'lganligi uchun. Keyin yana emailimizni so'raydi. Emailimiz email field. Max 854 default bo'laveradi. Keyin email yana tajriba yilimiz experience necha yil tajriba bor. Bu ham integer field bo'laversin. Hop, yana nimalarni so'raydi? Full name, age, email, experience year. Yana menimcha bo'ldimi deyman, ko'proq narsa bor edi lekin. Shularni ham yozib qo'yaylik. Certificate image field qilib qo'yamiz. Image ni ham takrorlab o'tamiz. Bu yerga image ichiga tushsin. Hozir bitta anaga yozdim, o'shani ko'raylikchi. Image nima? Ha, shunda o'zi shunday bo'lar-ku faqat. Masalan, resume yuklaydik. Ularni ham qilsa bo'ladi. Hozir biz uni xuddi image o'rniga URL field qilamizda, URL bilan yuklaydigan qilsak ham bo'ladi yoki fayl bilan yuklaydigan file field degani bor, o'sha bilan yuklaydigan qilsak ham bo'ladi-da. U hali yana keyinchalik ham ko'ramiz. Hali keyinchalik biz ana bilan yozamiz faqat. Hozir biz to'liq ismini ham boshqasini ham faqat bitta databazaga saqlaymiz-ku. O keyinchalik uni anada saqlaydigan qilamiz. Qo'shimcha databazasi bor o'zini rasmlar uchun. Ha, telefon raqami mana shuni to'liq oladi modelda. Yes. Email, full name, email, telefon raqami, yoshi, tajribalar, keyin maosh, qancha maosh kutyapti, GitHub va portfolio linki, URL field bo'ladi. Keyin ister yozib qo'yishimiz kerak. Def ister. Hop, bunga self berib, full name yozib qo'ysak bo'ladi.
keyin appda chiqib URL yaratib olamiz, bo'lmasa xatolik chiqib qoladi. From Django URLs import paste. Mana shu yerga resume'ni file field qo'yaylikchi. Qayerga yuklasin? Resume degan joyga yuklasin. Ya'ni bu upload deyapti-ku. Mana shu resume'ga yukla deb yozib qo'ydim men. Ya'ni bu yoqdan o'zi bitta resume degan papka ochadi, o'shaning ichiga biz yuklagan narsalarni hammasini avtomatik yurib ketaveradi. CV yozib qo'ydim mana shu. Full name. Keyin bunga paste bo'ladigan bo'lsa, URL patternsda paste qilib bunaqa yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, endi migration qilamiz. Python 3 manager make migrations. Endi migrate super user yaratib qo'yaylik. Create super user. Hop, username admin, email shaklingiz, password admin. Bitta run berib olsak, browserda ochamiz. 127 admin. Run berilmoqda. Run server. Refresh. Admin. Hop, bu yoqqa yozamiz. Adminga kelib from .models import application import qilamiz. Hop, bu yoqdan kichikcha admin register application class application adminda ichidan model adminda shundan zo'r list displayga bizga ko'rinib turadigan narsa full name bo'lsin. Full name keyin age bo'lsin. Shular yetadi. Hop, refresh beramiz bu yoqqa. Application qo'shildi. Hop, full name Alvalib, email shu, telefon raqam shu, yoshi shu, tajribalar 3 yil, 2 yil misol uchun kutayotgan maoshi 12 mi yozamiz. GitHub o'zimga nasib qilaman. Portfolioga buni yozib qo'yib, CV-ga CV upload qilib qo'yamiz. Dokument ichida desktop bor edi. Python resume yozib qo'ydim. Hop, mana demak biz admin panelda ishlatib oldik. Endi API yozishimiz kerak. Serializers yozamiz buning uchun. Birinchi serializers.p. Hamma validationlar serializers yozadi. Serializers faqat JSON ga o'tkazmaydi. Biz o'sha validationlarni ham serializers o'zida yozamiz. Ya'ni birinchi response request serializerga keladi. Request serializerdan o'tib view'dan URLga o'shanaqa flowda ishlaydi. O'shaning uchun serializersga yoziladi. From REST framework ichidan import qilamiz serializersda va applicationda ham import qilishimiz kerak. Import application. Hop, class deymiz. Application serializers. Hop, serializers deymiz. .model serializers. Ichida class meta model deymiz. Modelimiz bizga application. Keyin fieldsda nimalar bo'lsin? Fieldsda bizda full name bor edi. Baqa yangi ochib qo'yaman. Don't save. Full name bo'lsin. Keyin bizda yana age bor, email bor ekan, email, keyin age, phone, telefon raqami, yana yili, tajriba yili. Bu yoqqa keyin necha yil oylik olmoqchi o'shasi. Keyin GitHub'i ikkita bo'lib ketdi. GitHub qo'yaylik. Bu yoqqa ham GitHub'ni buni o'rniga qo'yamiz. Experience bo'lsalar, endi bizga portfoliosi bilan CV'si. CV degan resume deganni qisqartma qilib yozib qo'ydim. CV bunga ham katta CV. Endi validation bunaqa ko'rinishda yoziladi. Ya'ni bundan chiqamiz.
Hop, o'tgandan keyin mana shu joyda to'xtab qoladi-ku, unaqamiz klassni boshiga chiqib olishimiz kerak. Buni to'g'risiga div kal so'zi bilan yoziladi funksiyada. Keyin buni sharti bor, validate yozamiz. Validatedan keyin buni ichiga bunga pastki chiziqcha bilan field name kerak. Ya'ni field name nima desam, mana bu fields bor-ku, o'shaning ichidagi nimaga biza validation yozmoqchimiz. O'sha misol uchun biza full name uchun yozmoqchimiz. Full name bir xil yozilishi kerak. Mana shu validatedan bitta pastki chiziqcha, keyin mana shu qaysiga validatsiya yozmoqchimiz o'sha. Keyin self bu bizada bu narsa OOP'da bo'lyapti. Bilsanglar OOP'da ochardik-da, ichida self bilan yozardik anasini, metodini. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Metodi self bilan ochilishi kerak-da. Keyin if deymiz, any bor edi, char deymiz, is digit degan bitta narsa bor. Metoda for char in object emas, mana bu value bo'lishi kerak. Value. U value просто nom o'zgaruvchi value deymizda, bu yoqqa hozir raisda serializers validation error validation error chiqadimi ekan? Chiqmadi. Serializers ichida deyman-da, serializers ichida nuqta validation error. Ha, ichida ekan. Ismda hech qanday raqam ishtirok etmaydi. Ya'ni bu yerda if any degani, any xohlagan deganda, xohlagan mana bu char belgilar, mana is degan ana shu belgi bor yo'qligini tekshiradi. Ya'ni is degan bizada string ichida full name misol uchun string bo'ladi-ku, ismoil bo'ladigan bo'lsa string deb yoziladi. O'shaning ichida raqam bor yo'qligini tekshirib beradi is degan. Bu yerda char o'zgaruvchi, endi aynan char deb qo'yilishiga sabab o'sha belgilar ingliz tilida char deyiladi. O'shaning uchun char deb qo'yiladi. Mana shu value esa mana bu full name dan bizga olib keladi. Ana shu qiymatni ichida mana shu har qanday char raqam, har qanday ishora bo'ladigan bo'lsa, any deb vazifasi har qanday degani bo'ladigan bo'lsa, ismda hech qanday raqam ishtirok etmaydi deb chiqarish kerak bizga. Ya returnda biz value ni qaytarib qo'yishimiz kerak. Value ni. Keyin email uchun yozsak bo'ladi. Div validate deymizda pastki chiziqcha email self bo'ladi. Keyin value. Misol uchun bunaqa bo'lsa bo'ladi. If agar ana shu application objects filter qilamiz, ana shu email databazada bo'ladigan bo'lsa, email value. Ana shu email bizani mana value email ko'rinishida keladi bu yerda hozir. Mana bu yozganligimiz uchun, mana validate email yozganligimiz uchun databazada bo'ladigan bo'lsa deyish uchun exist yoziladi. Mana exist bilan qavs yoziladi. Ya'ni exist ma'nosi bor bo'lsa degani, ingliz tilida bor bo'ladigan bo'lsa, brace bilan xatolik yaratamiz, sun'iy xatolik, serializers yozamiz, validation errorda bu email alla qachon ro'yxatdan o'tgan. Hop, endi yana yosh uchun yozsak bo'ladi. Div validate age. Misol uchun 18 dan katta bo'lsagina topshira olsin deymiz. Self deymizda value bu xohlaganday nom bersa bo'ladi. Prosta endi shu bizga qulayroq, ya'ni qiymat degan ma'noni beradi. Bu yerdan return qilib value ni ham qaytarib ketish kerak har bir nima ichida. Mana bu narsani har bir funksiya ichida. Div value deymizda agar value 18 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, raise deymizda serializers boshda ekan validation error siz apply qilishingiz uchun 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Ana shu narsani yozib qo'yamiz. Returnga value. Yana telefon raqamingiz uchun yozamiz. Misol uchun chet el raqamlaridan bizga apply qilmasin, o'zbek raqamlaridan 918 bilan boshlanish kerak, to'g'rimi? Validate deymizda pastki chiziqcha font self value if bunaqa if not value starts with shunaqa yozamiz. Value nuqta yozamiz. Nuqta start with boshlanmasa 918 bilan qanaqadir if not value starts with virus
998 bilan boshlanmasa, bunaqa xatoni bu yoqqa olib kelamizda. Siz apply qilishingiz telefon raqam o'zbek nomeri bo'lishi kerak. Telefon raqam o'zbek nomer bo'lishi kerak deb yozib qo'yamiz. Returnda value. Endi buni bir ishlatib ko'raylik, keyin bu uchun ham yozamiz, bu uchun ham, keyin GitHub uchun ham, keyin portfolio uchun ham yana yozamiz. Hop, uning uchun biz view ga o'tamiz. View da from .models import application from .serializers import application serializers. Xato yozilib qolibdi. Application serializers deb yozaylik shuni. Applicant nima? Modelda o'zi asli modelda xato yozgan ekanmiz. Serializerda applicant serializer bo'lsa buni olib bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Applicant serializers. Endi div bilan har doimgidek from REST framework ichidan decorator ichidan import qilaman API view da. Div bilan yozishlik uchun API view bu yerda git, birinchi git uchun yozamiz div. Hop, application list deb yozib qo'yamiz. Request applications degan o'zgartirish ochamizda application ichidan objects qilamiz va hammasini olib kel. Bu yoqqa serializers application serializer, buni ichida applications, men buni olib kelaman va bu yoqqa menyuda true qilib qo'yishim kerak. Ko'pgina so'rovlarga ham, ko'pgina so'rovga ham true bo'lib turaversin. Return response ham import qilib olishim kerak. From REST framework ichidan response kutubxonasi ichidan import katta response yozamiz. Response olib, return yoni response qo'yib, keyin serializers ichidan .datani olib qo'yaman. Endi buni tekshirib olamiz. URL'ga borib application slash tashlaymiz list, keyin bu yerdan from views uchun import buni olib qo'yamiz. Keyin buni qo'yamiz. Bitta postmanni ochib olaylik. Hozircha ishlab turibdi bo'lib. Endi postmanda ko'ramiz. Buni olib bu yerda mana resume so'zi yaraldi. Men resume import qildim-ku, o'zimdagina PDF ko'rinishda import qilganman, lekin bunday bo'lib import qilayotgan buni ichiga. Kod bo'lib import qilganman deymanda. 1028. Shu resume ichiga mana bu yoqqa upload, ya'ni qayerga yuklasin deganda resume ichiga yuklasin deganman, bu avtomatik o'zi yaratib beradi. Bu ochildi application list, bu yoqqa API ishlatib ko'ramiz. To restore not found berdi. API yozganmanmi? Yozgan ekanman. Applications URL application olamiz. Application list authentication. Qaranglar, men bu xatoni bu yoqqa chiqarib ko'rsatdim. Hozir bu xatoni beryapti. Ya'ni detail deyapti, authentication credentials were not provided. Ya'ni authentication degani ro'yxatdan o'tish degani-ku, o'sha narsa aniq qilinmagan, ta'minlanmagan deyapti. Provided. Uning uchun biz settingsda har doim mana buni LON qilib qo'yishimiz kerak. Hozir bu yerda permissionda faqat ro'yxatdan o'tganlar ko'rsinib turibdi-da. Shuni LON ga qo'yib qo'yishimiz kerak. Har doim boshida qo'yardik, bugun esdan chiqdi. LON deb turadi. Ro'yxatdan o'tish tizimini o'tganimizdan keyin mana bu is authenticated deb bo'ladi faqat. Endi buni o'chiraman. Qaytadan jo'natadigan bo'lsam, server o'chdimi? Yo'qlar. Mana datalar qaytdi. Ya'ni mana full name bu yerga olib ko'rsatdi kichkina ekan. Full name shu, emaili, yoshi, telefon raqami, tajribangiz. Hozir biz bunga validation yozdik, endi create qilayotganda ko'ramiz. Bu GitHub'ning avtomatik URL berib yuboradi. Bu CV ni ham avtomatik
ana bu beradi. URL beradi. Buni ishlatish uchun nima qilamiz desanglar, URL ga kelamiz. 127 Django har doimgi defaultini yozamizda, buni tashlasak, endi uni ochish uchun biz anaga settingsga media URL bilan media root yozishimiz kerak. Uni ham hozir yozaylik-da. Hop, buni o'chiramiz. Keyin birinchi create degan qilib ko'raylik. Biz asosiy narsani app view post bo'ladi create qilguncha. Dev application create request so'rov jo'natamiz. Keyin bu yoqdan serializer ichida application serializers ichidan nima yozilardi? Data deymiz. Dataga request .data. Agar endi tekshiramiz if serializers is valid bo'ladigan bo'lsa, serializersda .save qilishimiz kerak. .save endi response qaytaramiz. Agar save bo'lgandan keyingi response bizda nima bo'lsa, response serializersda datani nima data qaytgan bo'lsa, o'shani yuborib qo'yamiz. Keyin agar xato qaytargan bo'lsa, else holatiga, else bunaqa yozsak ham bo'ladi, lekin uni yozmasdan tushtirish return response qaytarib kelsak ham ishlayveradi. Response'da serializersda errori qaytsin, errorsi. Endi buni URL ga berishimiz kerak. Application list yonidan uni create qilamanda path application/create. Buni yozib qo'yaman endi. Buni Postman'da test qilib olamiz. Sen kerak emassan hali. Yo'q, op. Get'ni post qilib jo'natamiz. Buni applicationda endi jo'natamiz. Ana bizdan kiritishni so'rayapti, full name. Endi full name'ni misol uchun ishlab ko'ramiz. Ismat 2017 deb yo'raman. Mana Ismat 17 deb yozdim, keyin bu yoqda qaytgan narsa full name uchun ismda hech qanday raqam ishtirok etmaydi. Etmasligi kerak. Ya'ni buni men nimada yozarim? Serializersda yozarim. Validationlar shu yoqqa chiqadi endi. Agar biz qachonki xato kiritganimizda. Xo'p, endi email uchun emailda Ismat Ismoilov gmail.com yozaman. Yosh 18 dan katta bo'lsin deyiladi. Kichkina kiritib ko'ramiz. Misol uchun 14 kiritaman. Sent qiladigan bo'lsam, mana yoshdan qaytdi. Siz apply qilishingiz uchun 19 yoshdan katta bo'lishingiz kerak bo'lib qolgan ekan. 19 bo'lib qolgan ekan. Serializers qani? Age. Ya'ni mana shu narsa qaytdi bizda hozir. Apply qilish uchun 18 bo'lish kerak edi. 18 dan. Endi yana create qiladigan bo'lsak, endi bu yoqda men 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak deb qaytyapti hozir. Men yoshga 14 kiritdim, 14 dan emas. Endi 18 dan katta bo'lish kerak-ku, biz validatsiya yozganmiz. Siz apply qilishingiz uchun 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak deb chiqarib beryapti. Xatolik beryapti. Endi uni to'g'rilaymiz. Buni 21 qilib qo'yamiz. Keyin telefon raqam string ko'rinishda bo'ladi. 91 263 09 77. Uradigan bo'lsak, mana bu qanday xato qaytdi endi? Bu mana joyda xato yozilgan ekanda, mana shunga sal ishonch hosil bo'lmay turadi, to'g'ri xato yozilgan ekan. Telefon raqami if not value starts with mana shu bilan boshlanmasa return value. Xo'p, validate phone deb ko'raylikchi, dokumentatsiyasi bunaqa yoziladi. Validate phone in serializers.py if not value nokta starts with shunaqa yozilgan ekan bu ham. If not value starts with meniki bitta C qolib ketibdi. Endi bitta yana create qilamiz, buni olib tashlaydi. Ancha versiyani ishlatishga create qiladigan bo'lsak, mana telefon raqami o'zbek nomer bo'lishi kerak. Bu yerda men +918 jo'natmagandim, shu xato chiqdi. Endi 918 jo'natadigan bo'lsam, mana u xato ketdi. Endi tajriba yili
tajribalarga hali validatsiya yozmadik. Tajribalar misol uchun 2 yil yozib qo'yamiz. Tajribalarga o'zi validatsiya kerakmiz. Oyligi qancha oylik olmoqchi misol uchun shuncha GitHub'ga tavkal narsa yozib kelayotgan. Smart o'zi portfolioga misol uchun nimadir CVni upload qilish kerak. Send qiladigan bo'lsak hozir biz mana GitHub'da enter evaluate URL deyapti. GitHub uchun biza mana URLda o'zi URL field yozib qo'ydik-ku GitHub'ga. Bu bizlardan URL kiritishni so'raydi. Ya'ni o'sha http github.com. Hozir biza GitHub uchun boshqa narsa kiritib oladigan bo'lsak, misol uchun LinkedIn'dagini olaylik-da. Shuni kiritib oladigan bo'lsak, u ishlab ketaveradi. Hozir bunga qo'yib jo'natadigan bo'lsam, mana GitHubdan xatolik chiqmadi. Endi o'shani tutishimiz kerak. Ya'ni GitHub o'rniga boshqa narsa yozavermasin. O'shanga ham validatsiya yozishimiz kerak. U qanaqa bo'ladi? Div deymiz, validate deymizda, mana bu yerda GitHub degan yozuvni olib kelamiz, copy qilib. Validate deymizda GitHub, keyin selfda value. Endi bizada o'sha narsa nima bilan boshlanishi kerak? github.com bilan boshlanishi kerak, to'g'rimi? If deymiz, not value if not github.com in value. Ya'ni agar mana shu github.com mana shu GitHub ichida bo'lmaydigan bo'lsa, nima qaytarsin? Serializers ichidagi validation error GitHub linkini to'g'ri kiriting. Return valueni qaytarib qo'yamiz. Endi bitta jo'natadigan bo'lsak, server endi jo'natamiz. Bizga nimaga chiqmadi? GitHub not yozing. If not github.com in value. Shunaqa yoziladi. Hozir qaytadan bitta jo'natib qo'yaylik-da. GitHub so'rayapti. Endi bitta ochib enter evaluate URL. Hozir menimcha GitHubga validatsiya yozilmadi. If not github.com in value return GitHub linkini to'g'ri kiriting. Xo'p, tekshiramiz. Not value. Bunday qilsak bo'ladi uni ham. Agar mana shu GitHub boshlanmasa, github.com bilan boshlanmaydigan bo'lsa, github.com start with vazifasi bilan boshlansin degan tarjima beradi. Ya'ni github.com bilan boshlanmaydigan bo'lsa, xato bersin deyapmiz biz hozir bu yerda. Send GitHubni o'zini default analizi validatsiyasi chiqarib hozir. URL field qilingani uchunmi? URL fieldni biz yana qayta jo'natamiz. HTTPS o'chirib valid URL. Bo'ldi. Ishladi endi. Bunga GitHubga nima yozamiz endi? github.com o'zim yozib olay. github.com buni ichiga olib qo'yaman. Endi portfolioga ham yozishimiz kerak. Hozir portfolioga yozish kerak emas ekan, sababi biz o'zi portfolio URL ko'rinishida bo'ladi. URL ko'rinishida modelsi bizga nima berib qo'yibmiz? URL field berib qo'yibmiz. O'zi Django'miz avtomatik tutadi bu narsani. Jo'natadigan bo'lsa, mana ishlayapti. Enter evaluate URL deb qolyapti. Bunga bunga ham brauzerdan bitta olamiz, qo'yamiz. Ishladigan bo'lsak, mana hammasi ishladi. Endi bizda bitta narsa qilyapti, CV qolyapti. CVni biza fayl ko'rishga yuklashimiz kerak. Uni bu yerdan jo'nata olmaganligimiz uchun mana bu forum datadan jo'natdik o'tgan safar rasm uchun. Qaytadan yozib chiqamiz. Hop, bitta jo'natib full name. Undan oldin nasrakalarni to'g'rilab olaylik, settingsga kirib. Hop, media URL. Ya'ni bu bizga media URL'larni qabul qilib beradi. Media URL bizda rasm bo'lishi mumkin. Har qanday mana bu PDF docslari bu bizda media URL bo'ladi. Keyin media root o'shani bizga yo'li. Basedir ichida media. Keyin settings URL uchun ham image in urls.py deb yozsak chiqib kelardi.
your file Django REST framework. Mana shu narsani olib qo'yishimiz kerak. Buni olamizda. Mana configda URL'siga kirib, mana tepasidan qo'yamiz. Mana bu ikki narsani olib, keyin settingsdan buni ham olib, bu yoqdan qo'yib qo'yamiz. Mediada to'g'ri. Endi biza create qilsak bo'ladi. Postmanga qaytaman. Full name Ismoilov. Hop, yana bizlar nima so'raydi? Email so'raydi. Email ismat@gmail.com deb yozib qo'yaman. Keyin age yosh so'raydi. 21 deb yozib qo'yaman. Keyin phone, telefon raqam, phone 0998 Hop, keyin experience tajriba ila necha yillik tajribasi bor. Hop, bizga 2 yil yozib qo'yamiz. Keyin qancha oylik olmoqchi? Expectatsiyalar degan kutayotgan oyligi deyapti. $12,000 misol uchun tavakkaliga GitHub'imizni GitHub oramizga qo'yamiz. Yozib qo'yaman. Keyin portfolio bizada mana shuniki bor edi, oxirniki. Portfolioga buni qo'yaman. Keyin bunga CVni endi biza nima qilamiz? Upload qiladigan qildikki, uni ravda jo'natib bo'lmaydi. Foreign dataga jo'natishimiz kerak. Tekstni faylga o'zgartiramiz. Bu yerdan select file qilamiz. File from o'zimizning lokal mashinamizdan yuklab olsak bo'ladi. O'tgan safar rasmda ham shunaqa qildik-ku. Downloadsda emas, desktopda bor edi meni rezyumem. Smart resume. Mana open. Endi send qilayotgan ishlayapman. Serverda error bor. Qaytib ram beraveramiz. O'chib qolibdi ekan. Mana bizada endi ishladi. Endi buni ochaylikchi. Mana endi rezyumeni ochib beryapti. Boya bilsalar turist berib qo'yadi. Hozir endi ochib berdi. Mana portfolioni ham ochib beryapti. Keyin GitHubda ham ochib beryapti. URL ko'rinishida beradi. Bu Ismoilov xato yozib yuborgan ekan. Ismoilov dev bo'lib qolibdi. Bu keyin bu portfolioni ochdi, keyin rezyumeni ham mana ochib berdi. Demak, bizda ishladi endi. Xo'p. Shu boya so'radingiz-ku, rezyumelar qanaqa upload bo'ladi? O'shanaqa ko'rinishda upload bo'ladi-da bizda. Endi hozir bu yerda ochib ko'rayotgan rezyumemiz uchun Smart rezyume bor ekan. Yana kod ko'rinishda saqlanibdi bu ham. Endi bitta git qilib ko'ramiz. Bularni boshqanada ochay. Book collection bo'lsa, readda hamma datalar bor ko'raylikchi. Hammasi ishlayapti. Nega sekin create emas, list bizada. List application xato yozilgan. URL'imizga boramiz. Mana ikkalasi ham qaytdi. Mana o'chib qolyapti. Zaryadmi? Turib qoldi. Xo'p, mana endi datalar bizda qaytdi. ID'sini ham qo'shib qo'yadigan bo'lsak, hozir bizga tushunarli bo'lib turadi. ID'sini mana full name oldidan bunaqa ID yozamiz, bitta virgul tashib qo'yamiz. Qayta jo'natadigan bo'lsak, ID'si bilan chiqish kerak. Mana. Xo'p, ko'rim yaxshi, buni olamiz hammasini. Ves katta. Data Xo'p, mana bizga shu datalar qaytdi. Ya'ni birinchi ID'da boya buni admin paneldan yaratdim, bilsanglar. Keyin emaili shu, mana bizda qaytdi bu. Buni admin panelda yaratdim. Keyin buni ana bilan yaratdim. O'zimizning kodimiz bilan Postman'da yaratganim bu. Mana ishlayapti. Bizda validationlar ham ishladi. Endi yana nima uchun validation yozsak bo'ladi? Menimcha bo'ldi. Validation full name ga yozdik, emailga, age'ga, phone numberga yozdik. Boshqa narsaga o'zi validation kerak emas-da. Buni chetga chiqarib qo'yay. Xo'p, endi bizda qolgan narsa update bo'ldi, create bo'ldi. Endi update bilan delete. Uni
Bu ham har doimgidek bo'ladi. AP view put bizada update qilish uchun div update application update request qilib bu yoqqa pk ni berib qo'yamiz. Hop, endi shu yerda biz try bilan exit tashlasak bo'ladi. Try application objects get bo'lamidi. Get agar pk ga teng bo'ladigan bo'lsa, exitda application doesn't exist degan xatolik bor. Ya'ni bunaqani yo'q degani, paydo emas deganda return qilib qanday response qaytarsa bo'ladi. Shu joyda responsda to restore yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni to restore vazifasi page topilmadi degani. Hop, keyin serializer yozamiz. Serializerda shu application serializerda olib kelamizda bu yoqqa data teng deymiz. Request so'rovdagi dataga teng bo'lsin. Data degan o'zgarib ochib olyapmiz. Endi if agar serializers is valid bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bor bo'lsa, bor ishlaydigan bo'lsa, serializers.save saqlab qo'y uni deyapmiz. Keyin qaranglar, mana bu qavschalarda asosiy vazifasi nima desalar, bu save degani bizda bitta funksiya. Bu yerda funksiyani hech narsa chaqirmayapti. Funksiya qachonki chaqiriladi, def bilan chaqiriladi. O'shandagina biz qavscha qo'ymaymiz. Bu yerda defsiz chaqilayotganligi uchun qavs qo'yishimiz kerak. Keyin bu yoqqa return response yuboramiz. Return response. Bunaqa message yozib qo'yamiz. Muvaffaqiyatli yangilandi. Muvaffaqiyatli yangilandi. Returnda response qaytarib qo'ysak bo'ladi. Response bunaqa emas, data deb serializer datani qaytarib qo'yamiz. Serializerdan qaytgan ma'lumotni. Keyin bu yoqqa statusimiz bizda yaralgandan keyin 200 status yozib, status aniqladik. Bu yoqqa bunaqa yozib qo'ysak ham bo'ladi. Status 200 ga teng bo'lsin deb. Ya'ni yangilangandan keyin, muvaffaqiyatli yangilangandan keyin OK degani yaxshi. Bizda bu 200 status kodiga teng bo'ladi. Hop. Ha, shunday bo'ladi. Hozir oldin status tepadan kutubxona import qilib o'zim bo'lib ketaydi-ku. Shunaqa yozsa ham bo'ladi, lekin bunaqa qilib yozib qo'ysa ham bo'ladi. Xato bermaydi. Keyin page applicationda update bizda pk bilan bo'ladi. Int pk buni qo'yib application update qo'yib qo'yamiz. Endi buni test qilib ko'ramiz. Postman'da shuni yaqinlashtirish o'rganolmanda. Bizda put bo'ladi, metod turi applicationda xato yozib qo'yibman. Buni qilib update birinchisini update qilmoqchiman misol uchun. Shunday jo'natamiz. Serverga nima bo'ldi? Qayta bitta ram berib olish kerak shu yerda. Jo'natsak error qaytdi. Yaxshi, to restore errori. Biz buni yo'q, ana qo'ydim. Update applicationdan keyin xato yozib qo'yibman. Yana to restore 500 qaytdi. 500 response, demak bizda viewda xatolik bor. 500 qaytdi. Bu joyda return response, keyin bu returnda xatoni ham tutadigan ana yozib response yuboradi. Serializers .errors. Endi bitta jo'natadigan bo'lsa, menimcha errorlar tutish kerak bu hozir. Endi ishladi. Errorni tutdim. Error mana 200 qaytdi. Bu yerda else holatiga yozmagan ekanman. Shuning uchun error berib qo'ygan. Bularni yana bittalab forumdatiga yozib chiqish kerak. Full name, misol uchun birinchi IDda hozir admin paneldan ko'rib olaylik-da. Birinchi IDdagi odamning ism familiyasi Ali Valiyev edi. Endi shu o'zgaradimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Hop, full name Valiyev Ali yozib qo'yamiz. Keyin email ali kichikcha admin kichikcha gmail.com admin kichikcha
gmail.com. Hop, keyin age yoshi bor edi bizga 22, yoshidan keyin fon telefon raqamiga +998 99 yozib qo'yamiz. Keyin experience year, tajriba yili. Sonra 3 yil bo'lsin, 2 yil bo'laveradi, 2 yil yozib ketdik. Kutiladigan oyligi $10,000. Keyin GitHub bu yoqda GitHubdan bitta profile degan akkaunt bor edi. Profile olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Keyin portfolioga ham shuni yozib qo'yaraman. Ikkalasi URL ga baribir ishlayveradi. Keyin CV, yana bitta CV upload qilish kerak. Buni olamiz, file select files, local machinedan. Meni yana boshqa CV yo'q ekan. Ustozligini upload qilamiz. Telegramga kirsam, shu yerda bor edi. G'olib Abduhalil Python open qilib bitta send qilib yangilaydigan bo'lsak, endi mana ishladi. Endi brauzerni ochamiz. Ustozdan upload bo'ldi endi bizga. Ya'ni yangilandi. Oldin bizda mana Ali Valiyev turadi, bitta refresh beradigan bo'lsa, hozir bu create bo'lib ketdimi? Put qil create bo'lib ketdimi? Valiyev Ali Valiyev nimaga create bo'lib ketadi? Hozir biza put qildik. Application update 1. Hop, kodda xatolik bormi ekan? Put qildim. Application update request pk. 1 soatgacha, 1 soatdan o'tib ketyapti. Hozir darsiga ekan. O'tiring. Hop, application update request pk. Hozir bo'lmasa buni olib tashlab bitta yaratadigan bo'lsam nima beray ekan? Endi xato beryapti, lekin bunday qiladigan bo'lsam email create qilyapti. Hop, ko'ramiz. Update in Django REST framework in Vue.py with function based view. Serializerimiz to'g'ri. Applicationimiz git object order resort bilan qilgan ekan bu. Biz ham shu bilan qilaveramiz deyman bu yoqdan. Object order resort tepasiga chiqsa, render turadi-ku. Shuni yonidan get object order resort deb yozsangiz mana chiqaraveradi. Get object order resort kutubxonasini import qilamiz. Buni ichiga hop bizani application yozamiz, get object order resort ichidan anamiz modelimiz nomini yozamiz, applicant. Undan keyin nima yozilar ekan? pk ga tilib qo'yamiz. Hop, bu application keyin bu yoqda chaqirilarmi ekan? Bu yoqqa bu applicationda bu yoqqa chaqirib, bitta virgulka bilan ajratib qo'ysak bo'lar ekan. Yana bitta jo'nataylik-chi endi. Email o'zgartir deyapti. Ali. Message muvaffaqiyatli yangilandi. Hop, bitta refresh beradigan bo'lsak, mana endi bu yangilandi. Valiyev Ali bo'ldi. Hozir u try example bilan faqat anada detailni tuzib bo'lagan. Mana ustozdan olsa ham endi yangilandi bizga. Rezumesi yangilanib qoldi meniga o'rniga. Hop. Muvaffaqiyatli yangilandi. Bu datalar qaytdi, ishlayapti, update. Endi delete qolyapti. AP viewda delete div application delete request pk bunda o'chirish qanaqa bo'lardi? Application deb o'zgartirish uchamiz. Get object or to resort bunga ham applicant modelni olib kelamiz. Keyin pk ni tinglaymiz pk ga va applicationda nuqta delete qilsak ishlaydi. Nuqta delete house return response qaytarib turamiz. Endi response bizada bizda message xabar o'chirildi.
o'chirildi. Buni olib ikkitali qo'shirma qilmasak nimalar bo'lib ketdi. Kompyuter shunday qo'tarmi? Xo'p, o'chirildi. Bu yoqqa buni yozib qo'yamiz. Endi status kodimiz bizada status 204 bo'ladi. O'chgandan keyin no content deyiladi bu narsa, ya'ni status bu yoqqamiz, bu yoqqa qo'yiladi. Ya'ni o'chgandan keyin bizada statusimiz 204 bo'lishi kerak. Ishlar endi buni bitta URLga berib ko'ramiz. Bu yoqqa olamiz, bu yoqqa input olamiz. Keyin paste application /delete / yana pk ni berib qo'yamiz. Int pk. Yana bizning kutubxonamiz application delete edi. Shuni yozib, endi postmanga qaytib delete da bitta sinab ko'ramiz. O'chamkan, o'chmaymikan, xatolik bor yo yo'qligini. Bu yoqda bizaniki URLimiz application delete, keyin id'si birinchilagini o'chirmoqchimiz misol uchun. Uchinchilagini o'chiraylik va o'zi kerakmas shunday yaralib qoldi. Delete jo'natadigan bo'lsam server o'chdimi? Exit clear. Asraga tushaylik, yaxshi nima ekan bu. Kecha qotib. Refresh. Jo'natadigan bo'lsam, mana 204 no content qaytman berdim. O'chib ketdi. Message o'chirildi deb bizning xabarimiz chiqdi. Endi mana bu o'chib ketish kerak-da hozir. Bosadigan bo'lsam, mana Ismatov bilan Valiyev Ali qoldi. Bu mana bu Valiyev Alida ustozni anasi upload qilib turibdi mana. Ustoz rezumasi upload qilib turibdi. Bunda o'zimniki bo'ldi. Xo'p, endi bizda qolgan narsa yana get. Hozir bizda getda polni ikki rasm chiqib kelyapti-ku. Endi bizga id'si bilan olinish kerak bo'lib qoladi. Misol uchun o'zimda ham borki, detail view bo'ladi-ku. O'sha narsa kerak-da bizga mana. Uni qanday qilamiz? app view yozamiz. App viewda bu yoqqa get bo'laveradi. Buni ham so'rab turadi. Keyin div temizda application detail deb so'rov requestimizni bu yoqqa endi try bilan yozib ko'raylikchi. Try deb javob applicant objects nokta get requestdan pk ni chaqirib olishim kerak. pk keyin exceptda application does not exist, ya'ni agar paydo bo'lmaydi, yo'q bo'ladigan bo'lsa biza returnda response qaytarishimiz kerak. Response bizada to restored bo'ladi, ya'ni topilmadi degan ma'noni beradi bu. Xo'p, keyin bizada applicationsda applicant objects nokta all qilib serializersda applicant serializers ichida applications mana bu narsani olib kelishimiz kerak va ichiga yozildi. Endi shuni bunda many'da true qilib qo'yamiz. Many thing true ga. Endi return response da data qaytarishimiz kerak. Message'da detail view da virgul tashlaymiz-da. Bu yoqda datani ichida serializers.data ni qaytarib qo'yamiz. Keyin bizda status kodimiz 200 bo'ladi bunda ham. Hop, endi bo'ldi. Buni ham URL ga yozib olishimiz kerak. Has application detail qilib buni ichida ana yozibman id'sini int deymanda int chiziqcha bilan pk slash qo'yib application detail buni input qilyapman. Hozir biz hammasini bittalab input qilyapmiz-ku. Mana bu shuni hammasini bittada qiladigan amal qaysi biri edi? To'g'ri. Model mavzusida o'tilgan. Endi
Mana shuni aytyapsizmi? Ha, bu messajda o'zim yozdim. Bu yerda endi qaytyapti o'sha narsa. Men yozgan narsa messaj bo'lib qaytadi-da, o'chirilgandan keyin respons sifatida. Mana bu kodda aytyapsizmi? Nimani ketmayapti? Ha, bu noto'g'ri yozilganiga aytyapsizmi? O'chirildi. Mana endi to'g'ri bo'ldimi? Ishlasa bo'ldi-ku. Endi buni gitga o'zgartiramiz. ID'sini 2 ga qo'yib, buni delete detailga o'zgartirib bitta sent qiladigan bo'lsak, mana endi bizga detail qo'ydi, lekin ikkalasi ham chiqib keldi. Sababi men bu yerda nima yozib qo'ydim? Objects all yozib qo'ydim. Buni o'chiraydi. Buni applicationsda bunga tinglayman. Applications keyin bundan olib tashlaychi. Ko'ramiz ishlaymikan yo'qmi? Agar ishlamasa ko'rish kerak. Ishlamadi. Qanaqa xato? Application object is not iterable o'zgartirib bo'lmaydi. 500 webda xatolik bor. Xo'p. Detail view in Django REST framework. Ustoz o'zi sizlarga mana shu brauzerdan qidirib topib beramadi xatolarni. Bizga ham shunday qilganda internet ishlamayaptimi? Ha, ishladi. Yo'q, xato using function based view. Qanaqa aytganda get object or register. Buni ham shunday qilish kerakmi? Try exceptni ishlatib bo'lmaymi ekan? Application get object or register the applicant pk.pk. Endi ishlatib ko'raylikchi. Mana shuni tozaladim. Create bordim. Qaysi bundami yo delete mana endi jo'natadigan bo'lsak yana xato qaytdi. Qanday xato bu? 500 return response aytyapti. Return object hop application pk serializer application many true. Hop, bunda get object order restore qilgan ekan update delete serializersda many true olib tashlaylikchi bunga. Endi send qilamiz. Endi ishladi. Ana hozir many true qo'yib qo'ydim-ku, many true'da xatolik sababi biza bu detailda faqat bittaga so'rov yuboramiz, to'g'rimi? Faqat bitta ID'si bo'yicha. URLda kirityapmiz-ku ID'sini. Faqat bittaga. Lekin biza bu yerda nima yozyapmiz? Many'da true qilib qo'yibmiz. Shuning uchun 500 berib qoldi. Biz jo'natadigan bo'lsam, endi mana message detail view qaytdi. Datada biza ikkinchi ID'ni jo'natgandik. Ikkinchi ID'dagi narsalar mana full name shu, emaili shular qaytib keldi o'ziga. Endi bizda to'liq crud bo'ldi. O'zi crud tugadi desam bo'ladi. Mana view'dagi crud tugadi. Endi kelasi dars bitta